Samandar nima kalta yuribsan, debil. Nima deydi? Kalta yeyma deyapman-da. Odilxon urib tashladi buni. Voy, Ashtagun ligada Odilxon dang'illatib qo'ydi-da buni, bila. Ko'rdingmi, janjaldi? Voy. Boshida ko'rishgan paytimiz gapirmadi. Shunda yuzma-yuz bordim. Davay dedim, Instagramda shuncha gapirding. Davay dedim, bitta qani gapir, qani yuzimga dedim. Bunday qildi keyin olib qochdi yuzini. Nima bo'ldi? Qoldi jala, o'g'dar buni tepalab tashladi. U birinchisi edi, ikkinchisiga Amirxonning bo'yi tugagan payti bittasi keldi. Odilxon so'rayapti, chaqiryapti, yo'q. Keyin Shepka bilan Sportivkani eshitdim, bordim. Shunda otib o'tdim oldiga, nima deysan dedim. O'sha payti yuzimdan itarib yubordi. Keyin tepdim, o'sha bilan bir 3-4 ta bo'lib yopishib ketdi bular. 10 tamidi bilmayman. Necha kunga tiqib qo'ydi anaqaga, kletkaga. Kletkaga tiqmoqchi edi, bir 3 kun o'tirdik. Mana aytdim, agar 15 sutka bersalaringiz dedim, erta chiqib kelaman, yana Instagramga video qo'yaman dedim. Buni go'r tuzatadi, buni qamashmaganimda kan. Odilxon 4-mi, 3-chi bor Abizankaga kirish oldi. Maymun bo'lib qolmasa bo'ldi o'zi. Qo'rqib yotibdi bizga deydi 15 sutka bermaydimi deydi, meni deydi mashindan deydi jarimalarim bor deydi, yana bir dardini sochdi u yerda o'tirdi. Rahmim keldi, keyin u bitta nimalar yozdi, yoz bilan ustidan gruppovoy dedi, tiqamiz dedi. Mana kerak tepelalik ham qilmoqchimiding? Yo'q, aytdim, kerak emas menga dedi. Men tinchgina uyga ketsam bo'ldi aka dedim, chiqarib yuboringlar dedim. Odilxon